Xo'p, mana shularni qilib olsam bo'ldi. Keyin yotib dam olsam ham bo'ladi. Yomon charchadim lekin. Menga nima bo'lyapti? Axir bu yerga bug'doy-ku. Xo'p, mayli. Kapot, kapot, Ha, nima deysan, Jidil? kapot yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Shunchaki biroz charchadim xolos va uyqum kelyapti. Bo'ldi. Ha, shuni ayt, undan ko'ra uxlab keyin turganingdan keyin qilsang bo'ladi-ku. Axir men 5 gacha qilishga ruxsat bergan-ku. Ha, to'g'ri aytasan. Birinchi yotib dam olganim ma'qul bo'lmasa, hozir shu yerning o'zida uxlab qolaman. Undan ko'ra bor tezroq uxlada va soat 5 da turib qolgan ishlaringni qilib qo'yasan. Ha, to'g'ri aytasan, Jidil. Haqiqatdan ham gapingda jon bor. Unda soat 5 dan keyin qilaman. Ha, bo'pti, unda boraver. Agar xohlasak, yerga o'zim aytib qo'yaman. Aytib qo'ysang yaxshi bo'lardi. Mayli, Jidil, men borib uxlay. Barcha salom do'stlarim, sizlar bilan men Kompot. Xush kelibsiz mening yangina videomga do'stlar. Xullas, men nimagadir kechasi bilan kompyuter o'ynadim va ertalab kecha ko'zim ishshib va uyqum kelib ketdi. Xullas do'stlar, hozir uxlamasam bo'lmaydi. Bo'lmasa bilmadim. Hozir hushimdan ketib qolaman do'stlar. Uxlamasam bo'lmaydi. Uxlashim kerak. Xo'p, kompyuterimda kechagi o'yinimni yana o'yinga chalg'iyapmanmi do'stlar? Undan uxlashim kerak. Hech qanday o'yin yo'q, mayli. Uxlab qo'ya qolganim yaxshi. Xo'p. Mayli, unda men ham uyimga ketsam bo'ladi. Xo'p. Xo'p, mana Kompot ham uyiga kirib ketdi. Endi xohlaganimcha bezorilik qilsam bo'ladi. Endi Kompot menga xalaqit qilmaydi. Axir men griferman-ku. Xo'p, mayli. Xo'p, Kompot uxlayapti ekan. Endi xohlagan ishimni qilsam bo'ladi. Xo'p, nima qilsam ekan-a? Mayli, ketdim. Mana shu yerni tiniti bilan portlataman. Axir men griferman. Menga hech kim hech narsa deya olmaydi. Stop, nima? Kompotmi? Kompot ovoz kelyapti. Qoch. Yomon tush ko'rdim do'stlar. Shuning uchun uyg'onib ketdim. Axir ko'p ham uxlaganim yo'q edi. Bilmayman nimaga yomon tush ko'rdim. Undan ko'ra mayli muzdek suv ichib olay, o'zimga kelaman. Biroz chanqagandim ham. Xo'p. Muncha mazza, ichim mazza qildi do'stlar. Muzdekgina suv. Xo'p, mayli, buni joyiga qo'yib, endi borib yana yotib dam olsam bo'ladi. Menimcha Kompot uyiga kirib ketdi. Endi bemalol bezorilik qilsam bo'ladi. Lekin shu Kompotni yo'qotishim kerak. Bu qishloqdan vobshe yo'qotib yuborishim kerak. Har safar menga xalaqit qilgan. Men mazza qilib bezorilik qila olmayapman. Nima qilsam ekan? O'ylab topishim kerak Kompot yo'q bo'lishi uchun. Xo'p, o'ylab topdim. Xo'sh, menda bir narsa bor edi. Xo'p, qani, mana o'sha narsa. Endi borib jitillarni o'zimga bo'ysundirsam bo'ladi. Xo'p, jitillar qayerda ekan-a? Xo'p, qani ketdim. Xo'sh, jitillar, mana buni qaranglar, qo'limdagi zo'r narsani ko'ryapsizlarmi? Nima bu? Menimcha bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, jitillar, hamma meni eshityaptimi? Ha, eshityapmiz. Jitillar, hozir hamma jitillar yig'iladi va Kompotni uyini ko'tarib bu yerdan uzoqlarga olib ketasizlar. Umuman Kompot qaytib kelmaydigan joylarga. Hamma eshitdimi? Bu meni sizlarga buyrug'im. Hamma shu buyruqni bajarishi shart. Xo'p, Grifer, sen nima desang shu bo'ladi. Ha, urre, men o'ylab topgan narsa ishladi. Endi Kompot bu yerdan yo'q bo'ladi. Ha, xullas hozir hamma jitillarni yig'inglar va Kompotni uyini ko'tarib bu yerdan olib ketinglar. Xo'p, Grifer, sen aytgandek bo'ladi. Biz unda ketdik. Boringlar, unda tezroq Kompot uyg'onib qolmasidan tezroq Kompotni uyini ko'tarib olib ketinglar. Kompotni o'zi ham ichida ketsin, o'ziga bilinmasin. Xullas, tezroq boringlar, sizlarga buyruq. Xo'p, hamma tezroq borsin. Xo'p, Grifer. Griferning buyrug'i bajariladi. Kompot, sen bu yerdan ketasan. Kompot, sen bu yerdan ketasan. Kompot, sen bu yerdan ketasan.
Voy, voy, voy. Mazza qildim boru. Menimcha soat 5 bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Va ha, aytganimdek soat 5 bo'libdi. Ha, mayli. Xo'p, a, endi turib ishlarimni qilsam bo'ladi. Ancha yaxshiman do'stlar. Boyagi ahvolimdan ancha yaxshiman, chunki men uxlab turdim. Xullas do'stlar, stop, men tush ko'ryapman. Xo'p. Nima? Axir men qayerdaman? Tushunmadim. Axir axir qanday qilib meni uyim bu yerga turib qolgan bo'lishi mumkin? Axir men boyagina qishloqda edim-ku. Nima bo'lyapti? Ay oyog'im. Nima bo'lyapti do'stlar? Axir men boyagina qishloqda edim-ku. Tushunmadim. Nima? Axir men qayerdagi o'rmondaman? Men tushunmadim. Tog', daraxtlar, tushunmadim. Men tush ko'ryapmanmi do'stlar yo? Do'stlar, men tush ko'ryapman. Stop, soat 5. Hammasi yaxshi. Hech qanday tush emas. Axir qanday qilib men bu yerdaman? Endi nima qilsam ekan? Qishloqni topishim kerak. Axir lekin qishloq qayerda bo'lishi mumkin? Qayerga yurishni ham bilmayman. Telefonda lokatsiya tashab qo'yganda aytgandek o'sha kuni bir jitel. O'sha lokatsiya bo'ylab boraman. Xo'p. Endi u jitel qayerda qoldi ekan-a? Mana topdim do'stlar. Xo'sh, mana lokatsiyani ham topdim do'stlar. Endi qishloqqa borsam ham bo'ladi. Axir nimaga, qanday qilib uyim bu yerda paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin? Men buni tagiga yetishim kerak. Tushunmayapman. Axir kim meni uyimni bu yerga tashlab ketadi? Axir meni uyim katta va og'ir. Axir вообще tushunmayapman. Xo'p, mayli, tezroq qishloqni topishim kerak. Ketdim. Xo'p. Va mana kelib qoldim. Va mana o'sha 13-qishloq. Va nihoyat topdim. Jitellar, grifer. Tushunmadim, jitellarning ko'ziga nima qilgan? Sekinroq borishim kerak. Sekinroq. Jitellarning ko'ziga nima qilgan? Grifer. Axir ularni boshini aylantirib olgan. Grifer o'ziga bo'ysundiryapti jitellarni. Nima deyapti? Tushunmadim. Gapi yaxshi eshitilmayapti. Ha, yaxshi bo'ldi jitellar, hammalaringga ofarin. Kompotni o'yini shunday ko'tarib olib ketoldinglar. Hammalaring zo'rsizlar. Men tushundim. Grifer bularga jitellarga buyruq bergan va jitellar meni uyimni o'sha yerga olib tashlagan. Men bunga chidab tura olmayman. Hoy Grifer, bu yoqqa kel. Ma. Hop, endi bu narsa meni qo'limda. Kompot. Faqat iltimos, menga hech narsa qilma, iltimos, kompot, iltimos. Hamma jitellar o'z holiga qaytsin. Xo'p, mana jitellar o'z holiga qaytyapti. Tushunmadim. Biz bu yerda nima qilyapmiz? Kompot, grifer. Xullas, hozir men sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Mana bu yaramas grifer sizlarni boshinglarni aylantirib oldi. Mana shu matoh orqali. Nima? Grifer, bu nima qilganing? Kechiringlar, men shunchaki hazillashmoqchi edim. Bu yoqqa kel, yaramas. Men seni adamingni berib qo'yaman. Bu yoqqa kel, yaramas. Nima qilganing axir bu? Bu yoqqa kel. Jitellar yetib oldinglarmi? Grifer nima? Grifer? Ha, biz uni dabdalasini chiqazdik va narsalari tushib qoldi va o'zi qochib ketdi. Tushunarli. Grifer xullas sizlarni mana shu narsa bilan boshinglarni aylantirib boshqardi. Ha, bu axir men buni internetlarda ko'rgan edim. Xullas, endi men sizlarni bir qilgan ishlaringizni aytaman. Qanaqa ish ekan? Xullas, meni uyimni Grifer sizlarga aytib, uzoqlarga olib ketib qoldilaring. Xullas, sizlar qildinglar. Yuringlar-da. Kompot, axir sen bizni qayerga olib kelding? Nima? Uying bu yerda nima qilyapti? Mana shu uyimni sizlar bu yoqqa olib keldinglar-da. Yo'q, jidimsan, biz hech narsani eslolmaymiz. Eslolmaysizlar-da, mana bu narsa bilan sizlarni boshinglar aylantirganidan keyin. Xullas, bu narsani ishlataymi yoki uyimni o'zingizlar yaxshilikcha olib borib qo'yasizlarmi? Olib borib qo'yamiz. Xo'p, mayli, unda qani hamma tez olib borsin. Xo'p, mayli, obunachilar, video shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rdinglar nimalar bo'lganini. Yaramas Grifer g'irt iflos ishlardan birini qildi. Mana do'stlar, jitellar ko'tardi va olib ketishyapti. Mayli do'stlar, video shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizlardan chiqmasin do'stlar. Xullas, endi tezroq qishloqqa borib olgandan keyin afsuski u ishlarimni qila olmadim-ku. Mayli, endi ertalab qilaman. Xo'p do'stlar, endi men bemalol dam olib ketsam bo'lar. Stop, nima? Jitellar yomon qimirlashyapti-ku.
Judayam og'ir, judayam. Og'ir bo'ladi-da bu yerga qanaqa qilib olib kelganlaringdan keyin. Xullas, mayli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men tezroq qishloqqa yetib olay. Xayr.